Salom, men Aron Epstein, Vice guruhining hamkoriman. Ushbu videoda men samarali natija beradigan sovuq elektron xatlarni qanday yozish haqida batafsil so'z yuritaman. Shunday qilib, avvalo sizga elektron pochta orqali aloqa o'rnatishning eng samarali usulini aytib beraman. Tayyormisiz? Issiq tavsiya bilan tanishing. Bu siz yuborayotgan elektron xatlarga odamlarning javob berishini ta'minlashning eng samarali usulidir. Oddiy sovuq xat yuborishga nisbatan siz 2-3 barobar yuqori konversiya darajasiga erishishingiz mumkin. Shunday qilib, siz aloqa o'rnatmoqchi bo'lgan odamlar bilan samimiy tanishuvning turli xil usullari mavjud. Asosan, siz o'z aloqa tarmog'ingizdan foydalanib, LinkedIn orqali barcha tanishlaringizni, do'stlaringizning tanishlarini, hozirgi yoki sobiq hamkasblaringizni, a'zo bo'lgan maktab bitiruvchilari uyushmalaringizni va hatto avvalgi joylaringizdagi ish beruvchilar bitiruvchilari tarmog'ini ko'zdan kechirishni istaysiz. Aslida, siz aloqa o'rnatmoqchi bo'lgan shaxs bilan iliq munosabat o'rnatishingizga yordam berishi mumkin bo'lgan odamlarni topish uchun har bir imkoniyatni sinab ko'rishingiz kerak. Ammo doimo ham samimiy tanishtirishni olish imkoni bo'lmaydi va ko'p hollarda to'g'ridan-to'g'ri muloqotga kirishishga to'g'ri keladi. Shunday qilib, bu videoda biz asosan shu haqida gaplashamiz: savdo xodimlarini ishga olish, hamkorlik o'rnatish bo'ladimi? Yoki shunchaki foydalanuvchilarni siz bilan muloqot qilishga undash, hattoki boshqa asoschilarga maslahat so'rab murojaat qilish bo'ladimi? Bularning barchasi haqida so'z yuritamiz. Ushbu videodagi barcha maslahatlar sizga foydali bo'ladi. Yaxshi xabar shuki, ko'pchilik sovuq elektron xatlar aslida juda yomon yozilgan. Shunday qilib, siz ajralib turishingiz, kimningdir e'tiborini tortishingiz va javob olishingiz uchun imkoniyat juda oson. Bu borada talablar ancha past. Shunday qilib, men bu yerda eng avvalo sizning savdo voronkangizni rejalashtirish haqida gapirmoqchiman. Buni amalga oshirish uchun esa maqsadingizdan boshlashingiz lozim. Sizlarning ko'pchiligingiz uchun, agar bu savdo sohasiga oid bo'lsa, asosiy maqsadingiz yangi mijozlarni jalb qilishdan iborat bo'ladi. Aytaylik, sizning maqsadingiz bitta yangi mijoz topish. Keyin siz shu maqsaddan orqaga qarab ishlab, o'z voronkangizni qurishingiz kerak. Buni qanday amalga oshirishni hozir tushuntirib beraman. Shunday qilib, Big dasturiy ta'minot kompaniyasi bo'lgan holatda odatiy konversiya voronkasi qanday ko'rinishga ega bo'lishi mumkinligini ko'rib chiqamiz. Bu misolni ko'rib chiqish jarayonida ba'zi namunaviy konversiya ko'rsatkichlarini keltiraman. Ammo shuni ta'kidlash lozimki, sizning ko'rsatkichlaringiz farq qilishi mumkin. Shuning uchun o'zingizga mos keluvchi ko'rsatkichlarni sinov va xatolar orqali aniqlashingizga to'g'ri keladi. Shunday qilib, aytaylik, sizning maqsadingiz bitta mijozni qo'lga kiritish. Aytaylik, sizda shunday bir savdo voronkasi borki, unda odamlarni mijozga aylantirish uchun mahsulotni amalda ko'rsatib berishingiz kerak bo'ladi. Aytaylik, siz demo ko'rsatishdan mijozga aylanish darajasi 10% ekanligini bilasiz. Xo'sh, bitta mijozni qo'lga kiritish uchun siz 10 ta namoyish o'tkazishingizga to'g'ri keladi. Endi 10 ta namoyish olish uchun aytaylik, sizning elektron xatingizga javob bergan odamlarning 25% amalda ro'yxatdan o'tib namoyishga kelishi ma'lum. Bu konversiya darajasini hisobga olgan holda harakat qilishingiz kerak. Shunday ekan, siz yuborgan elektron xatlardan 10 ta namoyish olish uchun 40 ta javob olishingiz zarur. Endi 40 ta javob olish uchun sizning elektron xatingizni 400 kishi ochishi zarur. Agar ochilgan xatlardan javoblarga 10 konversiya darajangiz bo'lsa va elektron pochtangizni 400 kishi ochishi uchun yuborilgan xatlardan ochilgan xatlarga 50 konversiya darajangiz bo'lsa, demak, siz 400 ta ochilishni olish uchun 800 ta xat yuborishingiz kerak bo'ladi. Shunday qilib, bularning barchasini o'nglashtirib qaraydigan bo'lsak, aslida bu shuni anglatadiki, bitta mijozni jalb qilish uchun sizga 800 ta elektron xat yuborish kerak bo'ladi. Shunday ekan, agar siz har kuni, har hafta yoki har oyda faqat bir nechta elektron xat yuborib, natija kutayotgan bo'lsangiz, bu yetarli bo'lmaydi. Men ko'rsatgan konversiya darajalariga o'xshash sezilarli natijalarni ko'rish uchun kuniga o'nlab, hatto 50 tagacha elektron xat yuborishingizga to'g'ri keladi. Bu sizdan kundalik mehnat talab qiladi. Va siz bu muhim xatlarni yozishni avtomatlashtirish bilan emas, balki to'liq o'zingiz qo'lda va shaxsiy tarzda boshlashni albatta rejalashtirishing kerak bo'ladi. Buni avval qo'lda bajarishingiz kerak. Shunda nima ish berishini o'rganib, tushunib olasiz. Keyin esa jarayonni asta-sekin kengaytirib borishingiz mumkin bo'ladi. Shuni esda tutish muhimki, birinchi xatdayoq sotuvni amalga oshirish asosiy maqsad emas.
Sizning asosiy maqsadingiz voronkaning keyingi bosqichiga o'tishdan iborat bo'lishi lozim. Siz bu yerda faqat shungagina e'tibor qaratishingiz kerak. Voronkangizni optimallashtirish jarayonida o'z vaziyatingizga xos konversiya darajalarini aniqlash uchun ularni kuzatib borish va o'lchashga alohida e'tibor qaratishingiz lozim. Bu juda muhim, chunki u sizga kuch-qudratingizni qayerga yo'naltirishni tushunishda yordam beradi. Agar voronkaning biror bosqichida konversiya darajangiz ayniqsa past bo'lsa, bu sizga ushbu ko'rsatkichlarni oshirish uchun ko'p imkoniyatlar mavjudligini anglatishi mumkin. Bu esa butun voronka bo'ylab konversiya darajangizni yaxshilashga yordam beradi. Men sizga bu bosqichlarning har biri uchun sanoat standartlariga mos konversiya koeffitsiyentlarini taqdim etishni istardim. Biroq aslida ularning barchasi turlicha ekanligini aytishim kerak. Bu chindan ham sizning soha, brend va mahsulotingizga, hatto siz jalb qilmoqchi bo'lgan mijozlar turiga bog'liq. Lekin shuni e'tiborga olish muhimki, miqyos kengaygan sari konversiya ko'rsatkichlari pasayib boradi. Shunday qilib, agar siz endigina ish boshlaganingizda bu xatlarni qo'lda yozayotgan bo'lsangiz va yaxshi natijaga erishmayotgan bo'lsangiz, faoliyatingizni kengaytirishdan oldin bu muammoni hal qilishingiz kerak. Chunki siz o'sib borgani sari bu muammolar yanada kuchayib boraveradi. Chunki ta'rifga ko'ra, siz o'sishni boshlaganingizda eng maqbul maqsadli mijozlaringiz bo'lmagan potensial xaridorlarga intilasiz. Yaxshi, endi ochilish ko'rsatkichlarini qanday oshirish mumkinligi haqida gaplashaylik. Ochilish darajangizni oshirishning eng samarali usuli aniqroq maqsadli auditoriyani tanlash orqali bo'ladi. Va aslida odamlar istaydigan narsani yaratish haqida ko'p gaplashamiz. Maqsadli yo'naltirish esa aslida shu narsani xohlaydigan odamlarni topishdan iborat. Bu esa sizning xat ochilish darajangiz va javoblaringizni yaxshilash uchun qila oladigan eng samarali ishingizdir. Chunki mingta maqsadsiz xat yuborib, ularning aksariyati o'chirib tashlanishidan ko'ra, ochilish darajasi va javob olish ehtimoli ancha yuqori bo'lgan 100 ta maqsadli xat yuborgan afzalroqdir. Aslida siz vaqt o'tishi bilan mijozlaringizni yaxshiroq baholashni o'rganib, bu jarayonda tobora mohirroq bo'lib borishingiz kerak. Shunday qilib, bu takrorlanuvchi jarayondir. Bu aslida qabul qiluvchilaringiz elektron xatingizni ochish yoki o'chirib tashlash haqida qaror qabul qilayotganda ko'radigan ekrandir. Bu elektron pochta dasturi. Siz asosan jo'natuvchining ismini, xat mavzusini va ehtimol elektron xatning birinchi gapidan kichik bir qismini ko'rasiz. Shunday qilib, elektron pochtangizdagi qimdan qismida faqat shaxsiy ismingiz bo'lishi kerak. Bu yaxshiroq, chunki u kompaniyadan emas, balki insonga xos tarzda yetkazilayotgandek tuyuladi. Mavzu albatta qisqa, dolzarb va juda qiziqarli bo'lishi shart kerak. Bir tez savol. Sizdan maslahat so'rasam maylimi? Kompaniyangiz nomidan boshqa bir muhim asoschiga samimiy salom va hurmat bilan murojaat ayting. Bularning hammasi juda oddiy, lekin ajoyib misollardir. O'zingizni ortiqcha savdogar sifatida his qilmang va matnni do'stingiz yozgan bo'lishi mumkindek taassurot qoldiring. Odamlar bilan samarali aloqa o'rnatishda eng maqbul va qulay usul odatda shaxsan elektron pochta xizmati ekanligini aniqlab oldim. LinkedIn ko'pincha bundan ham yomonroq bo'ladi. Agar siz kimgadir matnli xabar yuborayotgan bo'lsangiz, bu yanada shaxsiyroq tus olishi mumkin. Faqat ularning aniq ruxsati bo'lgan taqdirdagina shunday qiling. Aksincha, agar tanimas odamdan xabar olsangiz, bu ba'zan shaxsiy hayotingizga aralashishdek tuyulishi mumkin. Lekin bu hamma sohalar uchun doim ham to'g'ri bo'lavermaydi. Ba'zi odamlar borki, ular doimo LinkedIndan xabarlar olib turishadi va bu ularga juda og'ir tuyuladi. Ular o'zlarini spam bilan to'lib ketgandek his qilishadi. Shuning uchun siz bunday toifaga kirib qolishni xohlamaysiz. Ba'zi odamlar hech qachon LinkedIndan xabar olmaydi va kimdir ularga murojaat qilganda bu ularga alohida taassurot qoldiradi. Shunday ekan, buni o'z sohangizdagi aniq vaziyat va ehtiyojlaringizga moslashtirish zarur bo'ladi. Notanish odamlarning elektron pochta manzillarini topish masalasida bir necha xil usullar mavjud. Birinchi navbatda, siz ularni biladigan odamdan ularning elektron pochta manzilini so'rab, sizga berishini iltimos qilishingiz mumkin. Albatta, o'sha odamning kirish so'zi yanada yaxshiroq bo'lishi shubhasiz. Siz ular bilan LinkedIn orqali bog'lanishga urinib ko'rishingiz yoki agar mavjud bo'lsa, ularning blogi yoxud veb-saytini izlab topishingiz mumkin. Ko'pincha odamlar o'sha joyga shaxsiy elektron pochta manzillarini kiritadilar. Siz LinkedIn Sales navigator vositasidan foydalanishingiz mumkin. Bu aloqaga chiqish va bog'lanish uchun kerakli odamlarni topishning ajoyib usulidir. Bundan tashqari, agar kompaniyadagi har bir xodimning elektron pochta manzili ism nuqta, familiya kompaniya nomi com shaklida ekanligini bilsangiz, kompaniya formatiga asoslanib, u yerda ishlaydigan deyarli har qanday shaxsni taxmin qilishingiz va ularga bog'lanishingiz mumkin. Bundan tashqari,
Apollo.io kabi bu jarayonni ancha osonlashtiradigan juda ajoyib vositalar ham mavjud. Ovcha ismli shaxs, Clearbit va boshqa ko'plab xizmatlar. Shuning uchun kimnidir topish uchun to'g'ri elektron pochta manzilini aniqlash maqsadida ularni tekshirib ko'rish foydalidir. Murojaat qilayotgan paytingizda o'z brendingizni shakllantirish juda muhim ahamiyatga ega. Bu muhim, chunki kompaniyangiz juda kichik bo'lganida, brendi aslida sizga foyda keltirmaydi. Bu eshiklarni ochmaydi. Hech kim sizni tanimaydi. Ammo agar to'g'ri yo'l tutsangiz, bu kelajakda o'sishingizda yordam beradi. Shunday ekan, boshlang'ich davrlarda esda tutishingiz kerak bo'lgan eng muhim narsa shuki, siz o'zingiz brendsiz. Siz qo'llaydigan so'zlar, murojaat qilish uslubingiz, shaxsiylashtirish darajangiz hamda kimgadir murojaat qilishda ko'rsatgan savay harakatingiz va mehnatingiz odamlarning e'tiborini haqiqatan ham tortadi va ularga ta'sir qiladi. Siz asosan foydalanuvchilar, mijozlar va hamkorlarni nafaqat kompaniyangizga ishonch bildirish, balki siz bilan hamkorlik qilish uchun shaxsan sizga ham ishonch bildirishga undashga harakat qilyapsiz. Yangi tashkil etilgan kompaniya bilan ishlash xavf-xatarga to'la. Shunday qilib, agar siz ularga shaxsiy uyali telefon raqamingizni berib, tunning istalgan paytida biror narsa kerak bo'lsa, siz bilan bog'lanishlarini aytsangiz, bu sizning ularga haqiqatan ham g'amxo'rlik qilayotganingizni va ularning muvaffaqiyati uchun oddiy vazifalaringizdan tashqari ham harakat qilayotganingizni ko'rsatadi. Lekin shuni esda tutish muhimki, ochilish ko'rsatkichlarini oshirishda eng yuqori rentabellik darajasiga erishish aslida yaxshiroq maqsadli yo'naltirishdan kelib chiqadi. Endi puroq javob olish usullari haqida suhbatlashamiz. Elektron xatingizni ochgan odamlarning javob berishi yoki siz istagan harakatni qilishi butunlay xatingizda nima yozganingiz va qanday ifodalanganingizga bog'liq bo'ladi. Shunday qilib, sizga bu jarayonda yordam berish uchun men elektron xatlarni samarali yozishning 7 ta tamoyilini ishlab chiqdim. Bu tamoyillar sizga boshqalardan ajralib turadigan elektron xatlar yozishda ko'maklashadi. Birinchisi, aniq va muayyan maqsadga ega bo'lish. Sizning maqsadingiz voronkaning keyingi bosqichiga o'tib, ular bilan muloqotni boshlash bo'lishi mumkin. Siz uni yagona natijaga qaratib saqlashni istaysiz. Siz ularning javob berishini, sizni kimdir bilan tanishtirishi uchun bosishini yoki siz xohlagan boshqa harakatni bajarishini istaysiz. Bunda siz faqat bitta natijaga e'tibor qaratib, ularni aynan shu harakatni bajarishga undashingiz kerak. Agar elektron xatingizda bir nechta iltimos yoki bajarilishi kerak bo'lgan bir nechta vazifa bo'lsa, bu oluvchida tanlov paradoksini keltirib chiqarishi mumkin. Agar qabul qiluvchi o'zi bajarmoqchi bo'lgan ishlar juda ko'p bo'lsa yoki qaysi biri muhimroq ekanligi aniq bo'lmasa, bu holat unga qiyin va og'ir tuyuladi. Bunday vaziyatda u sizning xatingizni o'chirib tashlashi yoki uni bir chetga qo'yib, arxivlashi va unutib, boshqa ishlarga o'tib ketishi mumkin. Shuning uchun sizda ana shu bitta asosiy maqsadning bo'lishi juda muhimdir. Elektron pochtangizdagi barcha matn shu yagona maqsadga qaratilgan bo'lishi lozim. Va har bir so'z ahamiyatli. Agar qabul qiluvchini ko'zlangan maqsadga yetaklamaydigan biror narsa bo'lsa, uni olib tashlash lozim. Samarali elektron xatlar yozishning ikkinchi tamoyili insoniylikka e'tibor qaratishdir. Bu haqiqatan ham his-tuyg'ular haqida gaplashishga yordam beradi. Masalan, men buni juda xohlardim yoki bu men uchun ko'p narsa anglatadi kabi iboralarni ishlatish orqali men juda minnatdor bo'lardim. Rahmat. Bu qanchalik yordam berganini tasavvur ham qila olmaysiz. Chunki odamlar hissiyotlar haqida gaplashadi. Ammo botlar, til modellar yoki shu jarayonni avtomatlashtirish uchun ishlatilayotgan boshqa vositalar bu kabi nozik masalalarni yaxshi uddalay olmaydi. Bundan tashqari, salomlashish o'rniga oddiy muloqot qilish yaxshiroq. Yoki ba'zida assalomu alaykum, janob Epstein degan elektron xatlar olib turaman. Men ularga unchalik e'tibor bermayman. Kimdir shunchaki yoki hey aron deb aytganiga nisbatan va hatto bosh harflarni ham ishlatmasligingiz mumkin. Yozuvdagi xatolar ham maqbul bo'lishi mumkin. Bularning barchasi menga ushbu elektron xatni robot emas, balki inson yozganligi haqida o'ylashga turtki bo'lmoqda. Siz hatto odamlarning e'tiborini tortish uchun giflar, videolar yoki boshqa turdagi maxsus kontentdan foydalanib ijodiy yondashishingiz mumkin. Qanchalik shaxsiy bo'lsa, shunchalik yaxshi bo'ladi. Esimda bir kuni kimdir menga elektron xat yuborgan edi. Unda o'sha odam kichkina oq taxtachani ushlab turgan animatsiyali gif bor edi va taxtachada Aron deb yozilgandi. Unda mening ismim yozilgan edi, salom. Erin deb yozilgandi va u menga qo'l silkitayotgan edi. Shunday qilib bu mening e'tiborimni tortdi. Men tugmani bosdim. Men bu haqda ko'proq bilmoqchi edim. Chunki ular menga juda shaxsiy yondashgan, ehtimol vaqt sarflab tayyorlangan narsani qilgandek tuyuldi. Bu esa ular shunchaki minglab odamlarga xabar yuborishdan ko'ra, men bilan haqiqiy aloqa o'rnatishga qiziqishlarini ko'rsatdi. Men ham o'sha odamlardan biri edim. Bu yerda ta'kidlash kerak bo'lgan asosiy fikr shuki, siz xuddi do'stingiz bilan suhbatlashayotgandek yozishga intilishingiz lozim. Bu haqiqatan ham g'oyat muhim masala hisoblanadi. Ko'pincha odamlar Google hujjatni ochib, umumiy elektron xat yozishni boshlaydilar. Bu xatda kompaniya nomi,
qabul qiluvchining ismi va boshqa shu kabi ma'lumotlar uchun ketma-ketliklar va o'zgaruvchan joylar qo'yiladi. Bu esa albatta haqiqatan ham to'g'ri yo'l emas deb o'ylayman. Buning o'rniga elektron pochta muharriringizni xuddi biror kishiga shaxsan xat yozayotgandek ochishingiz kerak. To maydoniga aniq bir shaxsning ismini yoki elektron pochta manzilini kiritib, xatni aynan o'sha shaxsni nazarda tutgan holda yozing. Til-model va boshqa usullardan foydalanib, bu jarayonlarning ko'p qismini avtomatlashtirish jozibali ekanligini tushunaman, lekin ular ko'pincha bu yerdagi shaxsiy aloqani ta'minlashda qiyinchiliklarga duch keladi. Va nihoyat oxirgi usul shundan iboratki, muayyan shaxsga yo'llangan shaxsiy xatingizni yozib bo'lgach, uni ovoz chiqarib o'qib ko'ring. Buni hamkorlaringiz bilan birga, agar ular bo'lsa, yoki o'zingiz yakka holda amalga oshiring. Shunda xatingizda noqulay yoki g'aliz eshitiladigan jumlalar bor yo'qligini aniqlay olasiz. Agar siz yozgan biror narsani kimgadir ovoz chiqarib aytishdan o'zingizni noqulay his qilsangiz, bu uni biroz insoniyroq qilish uchun o'zgartirish kerakligining belgisidir. Bu yerda uchinchi tamoyil shaxsiylashtirish hisoblanadi. Hamma ko'p miqdorda spam xabarlar olishga o'rganib qolgan va odamlar spam xabarni uzoqdan payqay oladi. Shuning uchun shaxsiylashtirish va xabarni maqsadli qilib ko'rsatish, o'chirish tugmasidan qochishda juda muhim hisoblanadi. Har kim o'z ismini sevadi. Shunday qilib, shunchaki salom deyish umumiy tuyulsa, salom, Aron deyish aynan men uchun yozilgandek his qildirar ekan. Qilish juda oson, yengish juda oson to'siq. Yozayotgan narsangizni shaxsiylashtirish jarayonida aniq bo'lish foyda beradi. Ko'pincha asoschilarning "Hey, siz qilayotgan ishingiz menga yoqadi" degan gaplarini eshitib qolaman. Creative Market nomli startapimda bu biroz umumiy tuyulardi. Kompaniya nomi uchun joy egallovchi o'zgaruvchi bor edi. Shekilli va ular shunchaki uning o'rniga mening kompaniyam nomini qo'yib qo'yishgan. Agar kimdir menga xat yozib, "Men Creative Marketning katta muxlisiman" degan gapni aytsa, siz suratlar turkumini ishga tushirganingizdan beri bu mening asosiy manbaimga aylandi. U menga kamida ular mahsulotim, biz yaratgan narsalar tarixi va uning rivojlanishi haqida ma'lum darajada tadqiqot o'tkazganlarini ko'rsatadi. Eng yuqori darajada esa, balki ular haqiqatan ham mening mahsulotimdan foydalanuvchi bo'lishi mumkin. Bunday holatda ularga javob berib, ular bilan yaqindan tanishish meni juda ham quvontirardi. Shunday qilib, bu yerdagi asosiy xulosa, agar siz atigi bir nechta so'zni almashtirib chizsangiz, bu ehtimol yetarlicha aniq bo'lmaydi. Shaxsiylashtirish jarayonida muhim bo'lgan yana bir jihat shundaki, siz murojaat qilayotgan odamlar bilan g'ayrioddiy, umumiyliklarni topishga harakat qilishingiz lozim. Endi g'ayrioddiy umumiyliklar mavjud. Boshqa odamlar bilan umumiy bo'lmagan, lekin siz faqat biror kishi bilan o'zaro ega bo'lgan xususiyatlar. Bu ko'zga tashlanmaydigan umumiyliklardir. Masalan, agar men kimgadir murojaat qilsam va unga "Men sizning erkak ekanligingizni ko'ryapman. Men ham erkakman. Shuning uchun birgalikda biznes qilishimiz kerak" desam, ular bunga bu biroz g'alati ekan deb o'ylashlari mumkin. Shunday odamlar ko'p. Ammo kimdir menga murojaat qilib, "Hey, biz bir xil kollejda o'qiganmiz va bir xil binolarda dars olganmiz" desa, men darhol u bilan aloqa o'rnatishni boshlayman. Chunki bizda nimadir umumiy bor degan his paydo bo'ladi. Men ularni yaxshiroq tushunishni va qo'llab-quvvatlashni istayman. Chunki ularning ahvolini o'z boshimdan o'tkazganman. Bu g'ayrioddiy umumiyliklarning nimaligini aniqlash oson ish emas. Shunday ekan, bu ishni siz bajarishingiz shart. Kompaniyani puxta o'rganish, tegishli shaxsni aniqlash, uni LinkedIn orqali topish, mahsulotidan foydalanib, uning ishlash tizimini chuqur tushunish va so'ngra shu shaxs bilan bog'lanish uchun astoydil mehnat qilishingiz kerak bo'ladi. Shu yo'l bilan siz eng chuqur aloqalarni o'rnata olasiz va eng ko'p javoblar olishga erishasiz. Yaxshi, keyingi tamoyil qisqa va lo'nda bo'lishdir. Agar sizda katta hajmdagi matn bo'lsa, bu ko'pchilik qabul qiluvchilar uchun darhol o'chirib tashlanadigan narsa bo'ladi. Bu yerda asosiy e'tiborni xatning qisqa bo'lishiga qaratishingiz kerak. Chunki shunda elektron xatingizni o'qish va unga tezda javob berish oson bo'ladi. Ko'pchilik odamlar elektron xatlarni telefonlarida ochib ko'rishadi. Agar siz buni shunchalik soddalashtirsangizki, ular shunchaki javob berib, tezkor xabar yuborib, havolani bosib yoki siz istagan boshqa harakatni qilib, o'sha zahoti kerakli ishni bajarishlari mumkin bo'ladi. Agar matn ko'proq aqliy mehnat talab qiladigan va o'qish uchun ko'proq vaqt kerak bo'lsa, odamlar uni arxivga joylashtirishi, keyinroq javob berish uchun belgilab qo'yishi yoki butunlay o'chirib tashlashi mumkin. Natijada sizning elektron xatingiz yo'qolishi mumkin.
Samarali sovuq. Elektron xatlarning 5-tamoyili ishonchlilikni ta'minlashdir. Agar siz vaysida bo'lsangiz, bu ko'pincha eshiklarni ochish uchun yetarli obro' berishi mumkin. Ammo agar siz vaysi tarkibda bo'lmasangiz, bu o'zingiz tahsil olgan maktablar, ishlagan kompaniyalar yoki qilgan boshqa e'tiborga loyiq ishlaringiz orqali amalga oshirilishi mumkin. Odamlar sizni boshidanoq jiddiy qabul qilishlari uchun bularning barchasini elektron xatingizga kiritishingiz mumkin. Bundan tashqari, agar kompaniyangiz faoliyat yuritayotgan bo'lsa va mijozlaringiz mavjud bo'lsa, hatto ijtimoiy ishonch uyg'otish maqsadida ayrim taniqli mijozlaringizning nomlarini ham keltirib o'tishingiz mumkin. Agar odamlar raqiblari yoki o'zlari tanigan boshqa mashhur mijozlar nomlarining sizning mahsulotingizdan foydalanayotganini ko'rsalar, bu ularga ishonch bag'ishlashi va ularni ham sizning mahsulotingizdan foydalanishga ishtiyoqmand qilishi mumkin. Sohangizga oid qiziqarli yoki foydali ma'lumotlar, tendensiyalar yoki mijozlaringiz e'tiborini tortishi mumkin bo'lgan boshqa narsalar bo'lsa, ularni ham e'lon qilishingiz mumkin. Bu orqali o'zingizni mazkur sohaning mutaxassisi sifatida namoyon etishga yordam beradi. Agar sizda umumiy aloqalar, birgalikdagi tanishlar yoki shunga o'xshash narsalar mavjud bo'lsa, buni ham tilga olish juda foydali, chunki bu ishonchning poydevorini yaratadi. Bu yerdagi 6-tamoyil shundan iboratki, barchasi o'quvchi haqida, siz haqingizda emas. Shuning uchun matn yozayotganingizda barcha men va biz so'zlarini siz va sizning deb o'zgartirishga harakat qiling. Aslida bu yerda asosiy narsa o'z hikoyangizni foydalanuvchilaringiz muammolarini yechish yo'lidagi izlanish sifatida tasvirlashdir. O'zingiz his qilgan muammoni yechishga harakat qilayotganingizda bu usul ayniqsa samarali natija beradi. Masalan, agar siz oldingi kompaniyangizda shunday muammoga duch kelgan bo'lsangiz, bu sizga katta tashvish keltirgandi va endi siz aynan shu muammoni hal qilish uchun yangi kompaniya tashkil etmoqdasiz. Siz foydalanuvchiga shuni aytishingiz kerakki, bu muammoni chuqur his qilganingiz sababli keyingi 10 yil hayotingizni shu kompaniyani qurishga bag'ishlashga qaror qilganingizni va ular ham buni xuddi shunday his qilishlarini bilishingizni tushuntiring. Odamlar siz ularning muammosini tushunganingizni bilsalar, sizga chindan ham bog'lanishadi va muammoni hal qilishingiz umida barcha tafsilotlarni siz bilan baham ko'rishni istashadi. Shuningdek, foydalanuvchilaringiz sizni tasvirlash uchun qo'llaydigan tildan foydalanishingiz muhim. O'zingiz kompaniyangizni qanday tasvirlashni o'ylashingiz emas. Buning uchun yaxshi usul foydalanuvchilaringizdan mening kompaniyamni qanday ta'riflagan bo'lardingiz deb so'rashdir. Va odatda ular sizga buni qanday ta'riflashlarini qisqa iborada aytib berishadi. Siz aynan shu iborani olib, boshqa mijozlarga murojaat qilganingizda uni til sifatida ishlatishni istaysiz. Men hatto aynan shu iborani veb-saytingizning sarlavhasi sifatida qo'yishni tavsiya qilaman, chunki foydalanuvchilaringiz sizni tasvirlash uchun ishlatadigan til, shubhasiz, xuddi o'shanga o'xshagan boshqa odamlarga ham ta'sir qiladi va ular bilan aks-sado beradi. Shuni esda tutish muhimki, bunday elektron xatlarda talablar qo'ymaslik kerak. Menga shu sanagacha javob bering yoki boshqa biron narsa qiling. Siz ularning vaqtini olmoqdasiz. Ularning elektron pochtasiga kirgansiz va sizga javob berish ularning majburiyati emas. Nihoyat, 7 va so'nggi tamoyil aniq harakat chaqirig'ini taqdim etishdir. Menga xabar berish uchun aniq keyingi qadam bilan yakunlashni xohlaysiz. Boshlash uchun shu yerni bosing. Aronni yoki siz bog'lanmoqchi bo'lgan boshqa odamni menga tanishtira olasizmi? Bu foydalanuvchidan qanday harakat kutayotganingizni aniq ravshan ko'rsatib beradi. Shuningdek, buni alohida paragraf qilib ajratish juda muhim. Oxirida xayrlashib imzo qo'yishdan oldin uni alohida mustaqil jumla sifatida yozing. Ko'pincha odamlar elektron xatni tez ko'rib chiqib, oxiriga yetganda mendan nima qilishni so'rayotganini tushunishga harakat qilishadi. Bu hozir bir necha soniyada hal qila oladigan narsami yoki ko'proq vaqt va kuch talab qiladigan masalami? Agar ikkinchisi bo'lsa, bu haqda yaxshilab o'ylab, chuqurroq tahlil qilishim kerak bo'ladimi? Shunday qilib, aniq harakat chaqirig'i bilan yakunlasangiz, kimnidir keyingi qadamni tashlashga undash ehtimoli ko'proq bo'ladi. Xo'sh, bular albatta elektron xat yozishning eng muhim 7 samarali tamoyili hisoblanadi. Aniq maqsad va yo'nalishga ega bo'ling. Samimiy munosabatda bo'ling. Matnni shaxsiylashtiring. Qisqa va lo'nda yozing. Ishonchlilikni ta'minlang. Matn o'zingiz haqingizda emas, balki o'quvchi haqida ekanligiga e'tibor bering hamda aniq harakatga chaqiriq qo'shing. Agar siz bularning barchasini amalga oshirsangiz, yaxshi xabar shuki, siz jo'natilgan barcha elektron xatlarning eng yuqori 5% ga kirasiz.
qabul qiluvchilaringiz buni e'tiborsiz qoldirishlari qiyin bo'ladi. Lekin ko'pincha bitta elektron xat yetarli bo'lmaydi. Odamlar band, ular ta'tilga ketishgan yoki e'tiborni boshqa narsalarga qaratishgan. Shunday ekan, zarur bo'lganida 2, 3, 4 martagacha qo'lda kuzatib borishni rejalashtiring. Endi qat'iyatli bo'lish va bezor qilish o'rtasidagi chegara juda ingichka. Zatlar orasida bir necha kun tanaffus qilishni va har bir keyingi xabarda ijodiy yondashishni rejalashtirmoqdasiz. Men buni oldin ham qilganman. Men birovga elektron xat yubordim, lekin ular javob bermayapti. Elektron xat yuboring. Mavzu satri bepul ponchiklar. Ular o'sha birini ochishdi va men ular bilan gaplashish uchun idoralarga borib ponchika olib keldim. Shuning uchun ba'zan ijodkorona yondashishga to'g'ri keladi. Agar kimdir javob bermasa, asabiylashmaslik kerak. Iltimos, hech qachon asabiylashmang va tinch bo'ling. Bu yerda sizga hech kim hech narsa qarz emas. Shunchaki oldinga yuring. 1-2 oydan so'ng yana qaytib kelishingiz mumkin. Ehtimol hozircha bu ular uchun muammo bo'lmayotgandir. Ehtimol kelajak shunday bo'lar. Xo'sh, qani ba'zi misollarni ko'rib chiqaylik. Shunday qilib, avvalo biz samarasi past va yaxshilashni talab qiladigan bir nechta elektron xatlarni ko'rib chiqamiz hamda ularni tanqidiy tahlil qilamiz. So'ngra biz bir nechta juda samarali elektron xatlarni ko'rib chiqamiz va ularning ayrim yaxshi jihatlarini ta'kidlab o'tamiz. Shuni ta'kidlash kerakki, bular aslida men qabul qilgan haqiqiy elektron xatlar bo'lib, men ularni pochta qutimdan o'qib beraman. Biroq bu yerda aybsiz odamlarni himoya qilish maqsadida ba'zi tafsilotlarni anonimlashtirishga to'g'ri keladi. Go'p. Birinchisida shunday deyilgan: salom, Aron, ishlar yaxshimi? Buyurtmangizni qayta ishlash vaqtini tezlashtirish mumkinligini sezganimdan sizga yana murojaat qilmoqchi edim. Bizning kompaniyamiz sizning elektron tijorat platformangizga ulanib, buyurtmalarni real vaqt rejimida qabul qiladi. Barcha buyurtmalar bir kun ichida bajarilishi va mijozingizga jo'natilishini kafolatlaydi. Aks holda pulingizni qaytarib beramiz. Zo'sh. Buning muammosi shundaki, mening kompaniyam internetdan yuklab olinadigan raqamli dizayn mahsulotlarini sotardi. Biz moddiy mahsulotlarni yetkazib bermadik. Shubhasiz, bu kompaniya menga yuk tashish xizmatini taklif qilmoqchi. Bu maqsadli emas. Shuning uchun biz hech qachon ularning mijoziga aylanmaymiz. Bu eng zo'r yozilgan, eng shaxsiylashtirilgan xat bo'lishi mumkin edi, lekin ularning maqsadli auditoriyani noto'g'ri tanlashi sababli. Ular nima qilishidan qat'i nazar, men ularning mijoziga aylanmasdim. Shunday qilib, bu elektron xatlaringizda aniq maqsadli yo'naltirishning naqadar muhimligini va bunday yondashuv konversiya darajangizni sezilarli darajada oshirishga qanday yordam berishini ko'rsatadi. O'p, navbatdagisi. Assalomu alaykum. Ishlaringiz yaxshi bo'lishini umid qilaman. Men hozirgina veb-saytingizni ko'rib chiqdim va sizning auditoriyangiz hamda mazmun darajangiz bizning e'tiborimizni tortdi. Qisqa savol beray. Qo'shimcha pul topish uchun kompaniyalar bilan hamkorlik qilasizmi yoki biror tarzda birgalikda ishlaysizmi? Javobingizni sabrsizlik bilan kutaman. Yangi mobil ilova dastur. Agar mendan boshqa eshitishni xohlamasangiz, menga shunchaki aytib qo'ying. Maylimi? Bu bilan bog'liq ko'plab muammolar bor. Avvaliga ular hatto mening ismimni ham bilishmasdi. Shunchaki salom deb aytadi xolos. Ular mening o'z ismim bilan shaxsiylashtirishga erinishdi. Xullas juda yaxshi boshlanmadi. Bu yerda shaxsiy yoki moslashtirilgan hech narsa yo'q. Veb-saytingizni ko'zdan kechirib chiqdik. Auditoriyangiz bizga juda qiziqarli tuyuldi. Keyin ularning so'rovi shunday bo'lsa kerak deb o'ylayman. Siz qo'shimcha daromad olish uchun kimlar bilandir hamkorlik qilasizmi yoki ular bu yerda nima haqida so'rayotganini aniq tushunmayapman. Va oxir-oqibat hech kim bu elektron xatga o'z ismini qo'yib imzolamadi. Pes esa agar mendan boshqa eshitishni xohlamasangiz, shunchaki menga aytib qo'ying deyapti. Bu aslida menga bunday xabar spam ekanligini bildirmoqda. Ular meni qandaydir ro'yxatga kiritib qo'yishdi va endi bu ro'yxatdan chiqib ketish mening vazifamga aylandi. Mana bu men iloji boricha tezroq o'chirib tashlashga harakat qilgan elektron xatga misol. Mana bu oxirgisi edi albatta. Uni deyarli bir zumda butunlay o'chirib yuborgan edim. Haqiqatan ham. Salom Aron. Men Filippindan bo'lgan Anso degan odamman. LinkedIn profilingizni ko'rib, asosli taxmin yurgizishga qaror qildim. Bu xatni yuborayotganingizda kimgadir o'zingiz uchun ahamiyatli bo'lgan aloqa ma'lumotlarini qanday topganingizni aytishingiz shart emas, chunki bu ular uchun muhim emas. Men butun dunyo bo'ylab rahbarlarga shartnomaviy xizmatlar taklif qiladigan mustaqil mutaxassisman. Men 2014 yildan buyon kompaniyalarga yordam berib kelmoqdaman. O'tgan ish faoliyatim davomida yaxshi biznes munosabatlarini yo'lga qo'ya olgan edim. Men sizga va savdo guruhingizga ko'maklashishim mumkin. Men o'z bilim va tajribamni siz bilan bo'lishishni umid qilaman. Ko'rinib turibdiki, bu xabar uni yuborayotgan shaxs haqida bo'lib, qabul qiluvchiga umuman aloqasi yo'q. Aslida bu xatning butun mazmuni faqat men va mening so'zlardan iborat.
Bu xabar faqat uni yuborgan odamga qaratilgan. Meni qabul qiluvchini va nima uchun men u bilan ishlash uchun yana aloqaga chiqishim kerakligini e'tiborga olmaydi. Shunday qilib, bu qabul qiluvchiga e'tibor bermaslikning bir misolidir. Ularning muammolarini hal qilishda qanday yordam bera olishingizga butun e'tiborni qarating. Ularni faqat shu narsa qiziqtiradi. Yaxshi. Endi menga ta'sir qilgan va natija bergan yaxshi misollarni ko'rib chiqaylik. Birinchi mavzu sarlavhasi GoTerps. Bu LinkedIn xabarlardan biri bo'lib, men bunday xabarlarning juda oz qismigina javob beraman. Umid qilamanki, to'satdan murojaat qilganimdan xafa bo'lmaysiz. Lekin sizning ham Van Munching binosi va Munching Hallda vaqt o'tkazganingizni ko'rib qoldim. Shunday qilib, men Maryland universitetiga, ya'ni biz Terps deb ataydigan Maryland Terrapin'sga o'qishga kirdim. Universitet kampusidagi Van Munching zalida bir qancha fanlardan dars oldim. Shundan ko'rinib turibdiki, bu kimdir kontekstni tushunadi degan ma'noni anglatadi. Men maktabga borganimda o'qituvchilarim ham shu maktabda ta'lim olgan bo'lsa kerak. Bu yerda o'zimizga xos bo'lgan ba'zi umumiy jihatlarimiz bor. Qisqacha kirish sifatida aytishim mumkinki, hammasi va men ikkimiz ham sobiq Google xodimlarimiz. Hozirda birgalikda uchrashuvlarga asoslangan vazifalar boshqaruvi tizimi ustida ishlamoqdamiz. Demak, bu menga ularning ishonchlilik darajasi oshayotganini ko'rsatmoqda. Ular avvallari Google kompaniyasida ishlaganlar. Bu menga ularning malakali muhandislar bo'lishi mumkinligini o'ylatadi. Terp hamkasbimga yordam berib, Vaysa arizamni ko'rib chiqishingizni umid qilgan edim. Men bir nechta do'stlarimdan sharhlar olganim uchun matn sezilarli darajada takomillashtirildi. Bu juda foydali, chunki ular mening vaqtimni behuda sarflamaslik uchun zarur ishlarni bajarganlarini ko'rsatadi. Shu tufayli men ularga oddiy va oson masalalar emas, balki yuqori qiymatga ega muhim jihatlar bo'yicha yordam bera olaman. Agar bir necha daqiqa vaqtingiz bo'lsa, hujjatni yuborish uchun eng qulay elektron pochta manzilingizni menga aytib yuborsangiz, oldindan minnatdorchilik bildiraman. Shunday qilib, bu juda aniq harakatga chaqiriq. Menga elektron pochtangizni yuborsangiz, ular men fikr mulohazalarimni qoldirishim mumkin bo'lgan hujjatni jo'natishadi. Shunday qilib, bu juda ham samarali bo'ldi. Men odatda bunday ishlarni qilmaydigan bo'lsam-da, aynan shu odamga albatta javob berdim. Yaxshi, endi keyingi misol men o'zim yozgan. Bu Creative Market Marketplace'ni grafik dizayn materiallari uchun ishga tushirayotganimizda bo'lgan. O'shanda biz bozor eshiklarini ochganimizda birinchi sotuvchilarimiz bo'lishi uchun ba'zi dizaynerlarni jalb qilayotgan edik. Creative Marketning dastlabki sotuvchilaridan biri bo'lib, o'z mahsulotlaringizni joylashtira boshlashni istaysizmi? Sotuvchilarning kirishi va o'z kontentlarini qo'shishlari uchun eshiklarni endigina ochishni boshladik. Bu esa ishga tushirilgan kunning birinchi kunidayoq hamma narsa tayyor bo'lishini ta'minlaydi. Do'koningizni sozlashni boshlashingiz uchun maxsus havola shu yerda. Bizda joriy etish jarayoni hali juda boshlang'ich bosqichda. Shuning uchun hozirgi holat qanday ishlayotgani haqidagi har qanday fikr yoki mulohazalaringizni eshitishdan mamnun bo'lardim. Har kun ishlarimizni yaxshilash uchun astoydil mehnat qilmoqdamiz. Agar biror xatolik, g'alati holat yoki biz bilishimiz kerak deb o'ylagan boshqa narsaga duch kelsangiz, albatta menga xabar berishingizni so'rayman. Sizning fikr mulohazangiz biz uchun nihoyatda qadrli. Iltimos. Hozircha yangi sayt va sotuvchi shartlari haqidagi ma'lumotlarni yoki skrinshot tasvirlarini boshqalar bilan baham ko'rmang. Hozircha faqat maxsus tanlangan sotuvchilarni taklif qilmoqdamiz. Chunki buni imkon qadar eksklyuziv saqlashga intilyapmiz. Klubimizga xush kelibsiz. Fikrlaringizni eshitishni intizorlik bilan kutaman. Bu xatning qiziq tomoni shundaki, u to'liq shablonli xat bo'lib, faqatgina odamning ismi va u erta ro'yxatdan o'tishi uchun kerak bo'lgan maxsus havola bundan mustasno. Lekin men uni juda o'ziga xos va shaxsiy qilish uchun turli usullardan foydalanaman. Xullas, biri uchun bu shunchaki bir to'da tabassum qilayotgan yuz belgilari. Bilasizmi, bu vaziyatni biroz norasmiyroq qilib ko'rsatadi. Men xuddi gapirganda yozaman, bilasizmi, degan so'zlarni ishlatib va iltimos, hech qanday ma'lumotni boshqalar bilan bo'lishmang. Shunga o'xshash narsalar. Men maxsus so'zini ko'p ishlataman va uni juda noyob tuyulishiga harakat qilaman. Mana sizga maxsus havola. Bizga bugun hali juda ham erta vaqt ekan. Sizning fikr mulohazangizni eshitishdan mamnun bo'lardim. Biz uni yaxshilash uchun astoydil mehnat qilmoqdamiz. Hech narsa baham ko'rmang. Chunki hozircha faqat tanlangan odamlarni taklif qilayotganimizni bilasiz. Bu faqat bizda bor. Klubimizga xush kelibsiz. Shunday qilib, bu qabul qiluvchi uchun juda alohida va muhim tuyg'uni uyg'otadi. Men buni hammaga yoppasiga tarqatib, kimdir javob berishini umid qilayotgan oddiy xabar emas. Ushbu so'nggi xat biroz boshqacharoq bo'ladi. Bir necha yil oldin ishlab chiqqan bir kompaniya bilan oldin va keyin tahlilini o'tkazmoqchimiz. Endi ular ofislar uchun smuzi mashinalarini va oldindan tayyorlangan smuzilarni sotadigan kompaniyaga aylandi. Ular startaplar va boshqa korxonalarni o'zlariga obuna bo'lishga undashga harakat qilmoqda. Shunday qilib, ular yuborayotgan elektron xat bor edi. Salom, hozirgi Vaysi guruhida bo'l. Demak, kun maqsadimizga erishish uchun astoydil harakat qilyapmiz.
Ofis menejeringiz bilan gaplashishim uchun meni ularga yo'naltira olasizmi? Biz mahsulotimizni takomillashtirish maqsadida fikr mulohaza olish evaziga sizning ofisingizda mazali smuzilarimizni bepul sinab ko'rish haqida suhbatlashmoqchimiz. Uber, Fitbit, GoPro va boshqa kompaniyalar bizning xizmatimizdan foydalanmoqda. Sizning jamoangiz ham bundan mamnun bo'ladi deb o'yladik. Shunday qilib, bu yerda anchagina yaxshi narsalar bor ekan. Uber, Fitbit, GoPro kabi taniqli kompaniyalarning logotiplari ularda mavjudligi bu brendning ishonchliligini oshiradigan ijtimoiy dalil bo'lib xizmat qilmoqda. Lekin bilasizmi, bularning hammasi ularning namoyish kuni maqsadiga erishish uchun harakat qilishidan iborat. Bilasizki, kimdir ularga yordam berishga intilishi unchalik jozibador ko'rinmaydi. Qabul qiluvchi uchun bundan qanday foyda ko'rish uncha aniq emas. Shunday qilib, biroz fikr yuritib va bir necha bor qayta ko'rib chiqib, quyidagi g'oyalarni ishlab chiqdik. Ta'sischilar bilan hamkorlikda ishlash jarayonida asosiy mavzu hozirgi Vice kompaniyasi bo'lgan Smooth Party edi. Salom, sizning ismingiz nima deb ataladi ekan? Men Oliver Joriy, Vice dasturida ishtirok etayotgan Snack Blends kompaniyasining asoschisiman. Ofisingizda butun kompaniya jamoangiz uchun bepul smuzi ziyofati uyushtirish istagini bildirmoqchiman. Bu xuddi xursandchilik vaqtiga o'xshaydi. Faqat bu yerda smuzilar ular bepul. Qiziqishingiz bormi? Buning evaziga sizdan faqatgina smuzilar haqida fikr mulohaza bildirishingizni so'raymiz. Jamoangizni ziyofat qilish uchun tushdan keyingi biror vaqti kelsam bo'ladimi? Rahmat. Shunday qilib, bular buni amalga oshirishni boshlaganlarida, bu qabul qiluvchilar uchun deyarli hech qanday o'ylashni talab qilmaydigan qaror bo'lib tuyuldi. Bepul smuzili ziyofat. Kimdir kelib jamoamga smuzi tarqatmoqchi ekan. Ajoyib, haqiqatan ham juda zo'r. Va shu tarzda ularga eshik ochildi. Keyinchalik bu imkoniyatlarni uzoq muddatli shartnomalar sifatida sotish uchun qulay sharoit yaratildi. Xo'p, endi sizga so'nggi maslahatimni berib qo'ymoqchiman. Avvalo, buni qo'lda bajarib o'rganishingiz lozim. Keyinchalik esa masshtablash ustida ishlashga e'tibor qaratasiz. Agar siz boshidanoq avtomatlashtirmoqchi bo'lsangiz, aslida noto'g'ri yo'l tutayotgan bo'lasiz. Agar mijozlarni sovuq elektron xatlar yuborish orqali jalb qilish o'sish strategiyangizning muhim qismi bo'lsa, bu ishga kuniga bir necha soat vaqtingizni ajratishingiz va uni nihoyatda samarali bajarishingiz lozim. Buni shaxsan o'zingiz amalga oshirib, yaxshi natijaga erishganingizdan so'ng, bu jarayonni qanday qilib avtomatlashtirish va kengaytirish mumkinligini o'ylab ko'rishingiz foydali bo'ladi. Bu qilgan mehnatlaringizga arziydi. Buni amalga oshirish uchun siz albatta kuzatib borish va o'lchash ishlarini olib borishingiz zarur. O'sha voronkani eslaysanmi? Voronkaning har bir bosqichida konversiya darajasini aniqlab olishingiz zarur. Buni qanday takomillashtirsam bo'ladi? O'zingiz qaysi joylarda orqada qolayotganingizni aniqlabsiz, asoschining. E'tibor qaratish kerak bo'lgan sohalarga diqqatingizni qarating. Bu odamlar ta'sischilar yoki bosh direktordan kelgan ma'lumotlarni ancha jiddiyroq qabul qilishadi. Bu qandaydir hisob menejeri, amaliyotchi yoki siz bu yerda o'rnatgan boshqa avtomatlashtirilgan jarayondan kelib chiqqaniga qaraganda ancha muhimroq hisoblanadi. Siz kuniga o'nlab elektron xatlar yuborishingiz lozim. Vaqtni ajratib, ishni to'g'ri bajarish uchun harakat qiling va natijalarni ko'rasiz. Siz kichik bo'lishingiz mumkin, ammo bu sizning afzalligingizdir. Chunki ushbu maxsus elektron xatlarni qabul qiluvchiga alohida e'tibor qaratib, ularga o'zgacha tuyg'u bera olasiz. Shunday ekan, o'zingizni ko'rsating, samimiy bo'ling, tirishqoq bo'ling va ishni oxiriga yetkazing. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Umid qilamanki, ushbu video ko'proq sovuq emallaringizni mijozlarga aylantirishda sizga yordam beradi. Rahmat.